Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, iltimos videoroliklarimiz keng tarqalishi uchun video ostida bir dona like tugmasini bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Vazir Hilola Umarova Open budjet masalasida ogohlantirish bilan chiqdi. Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri Hilola Umarova o'qituvchilarni tashabbusli budjet doirasida ovoz yig'ishga majburlamaslikka va bunday holat yuz bergan taqdirda o'qituvchilarni vazirlikka xabar berishga chaqirdi. Bu haqda u o'zining Telegram kanalida yozdi. Unga ko'ra, oxirgi yillarda maktab o'qituvchilari maktabgacha ta'lim tizimi xodimlarini o'z faoliyatidan boshqa ishlarga jalb qilish, ortiqcha va asossiz yig'di-yig'dilarga qarshi kurashilyapti. Bu masalada murojaatlar soni avvalgilarga nisbatan ancha kamaygan. Lekin tizimda ba'zan jamoaga noto'g'ri talablar qo'yayotgan, turli maqsadlar uchun mablag' yig'ish topshiriqlarini berayotgan, bir so'z bilan aytganda, hamon eskicha fikrlayotgan mas'ullar ham uchrab turibdi. Bildirilishicha, yaqinda Quva tumanidagi maktablarning birida o'qituvchilarning oylik maoshidan Open budjetda ovoz yig'ish uchun 700 ming so'mdan ushlab qolishni talab qilgan direktor bilan mehnat shartnomasini bekor qilingan. 11 mart kuni tashabbusli budjet loyihalari uchun ovoz berish bosqichi boshlandi. Bu loyiha qisqa muddatda ochiqlik, fuqarolarning budjet jarayonida ishtirokini oshirishga xizmat qilishi bilan e'tiborga tushdi. Bu ijobiy islohotlarga o'qituvchi, ta'lim xodimlarini majburiy ovoz berishga jalb etish, ular maoshidan pul yig'ishlar bilan soya solmaylik. Yana bir bor eslatmoqchiman. Pedagoglarni ularning vazifasiga kirmaydigan ishlarga jalb qilish, turli maqsadlar uchun mablag'lar yig'ish kabi holatlar bilan hech qachon murosa qilmaymiz. Hurmatli pedagoglar, agar siz shu kabi holatlarga duch kelsangiz vazirlikka murojaat qiling. Biz har bir holatni o'rganamiz, o'qituvchi va MTT xodimlari manfaatini himoya qilamiz, deb yozdi vazir.